Demak, birinchi savolda alkinlar molekulasi tuzilishiga ko'ra alkenlar molekulasidan qanday farq qiladi deyilgan. Yaxshi. Masalan, mana bu modda eten deyiladi. Eten, ya'ni bu modda alken. Uglerodlar soni aynan shuncha bo'lgan. Alkinni olamiz, ya'ni bu alkin, bu etin. Masalan, mana etin. Farqi nima? Xo'sh, ikkita pi bog' borligi va molekulasi tetraedrik shaklda bo'lishi degan javob xato javob bo'ladi, A javob. Sababi ikkita pi bog' borligi to'g'ri, lekin molekulasi tetraedr emas, chiziqli bo'ladi, 180 gradus bo'ladi, sp gibridlangan bo'ladi. A javob chiqib ketdi. B javobga qaraymiz. Bitta pi bog' borligi va molekulalari tuzilishi yassi shaklda bo'lishi bilan debdi. Noto'g'ri. Xo'sh, D javobga qarasak, ikkita pi bog' borligi va molekulalari chiziqli tuzilganligi bilan shu D javob bo'ladi. Sababi e'tibor beramiz, mana ikkita pi bog'i bor ostidan. Ikkita pi bog', mana bitta sigma bo'ladi. Ikkita pi bog'i bor, molekulasi chiziqli bo'ladi. Mana bu yerdagi burchak 180 gradus bo'ladi va chiziqli ham desak bo'ladi, yassi desak ham bo'ladi buni. Gibridlanishi sp bo'ladi. Demak, 1 ga D javob bo'ldi. Demak, ikkinchi savolda astilen tarkibida nechta sigma va pi bog' bor? Mana astilenni yozdik o'zim. Ikkita pi bog'i bo'lsa, 3 ta sigma bog'i bor. Mana sigma bog'larini ko'rdik. Demak, 3 ta sigma bog'i bor, 2 ta pi bog'i bor. A javob bo'ladi. Uchinchisi. Uglevodorod berilgan, mana CH3, CH3, keyin e'tibor beramiz CH dan 2 ta degan mana. Agar mana bunday bog' qo'ysak, valensiya to'g'ri kelmayapti. Demak, 3 talik bog' qo'yamiz. Bizga so'ragan sistematik nomenklatura bo'yicha nomlang. O'ng va chap tomondan e'tibor qiladigan bo'lsak, bir xil uzoqlikda ekan. 1 2 3 4 5 6 simmetrik desak bo'ladi buni, to'g'ri. 2 ga metil bor, 5 ga metil bor. 2 5 dimetil geksin 3 ekan. 2 5 dimetil, demak geksin 3. C javob ekan 3 ga. Xo'sh, demak 2 5 dimetil geksin 3 bo'ldi, yaxshi. To'rtinchisi. Quyidagi uglevodorodni sistematik nomenklatura bo'yicha nomlang. Hozirgiga o'xshagan ekan, bu ham CH3, C, keyin yana bitta C degan, keyin CH3 dan 2 ta. Demak, e'tibor beramiz. Har qanday holatda ham avval 3 bog' yaqin tomondan raqamlash kerak. Chap tomonda 3 bog' yaqinroq, 3 bog' yaqin tomondan. Demak, 4 metil pentin 2 bo'ldi. 4 metil pentin 2. A javob ekan. 5-chi ham aynan shunga o'xshash ekan. Mana 5-savol. Demak, CH degan, CH bilan boshlanib, demak 3 bog' bor. Undan keyin mana C, keyin CH2, keyin CH dan 2 ta ekan. E'tibor bersak, asosiy zanjir mana. Asosiy zanjir mana shu. Demak, chap tomondan boshlaymiz. 1 2 3 4 5. 4 metil pentin 1 bo'ladi, yaxshi. 4 metil pentin 1 yoki 1 pentin. Demak, A javob ekan. 6-savolda alkinlarga tegishli alkenlardan nechta pi bog' farq qiladi deb. Tegishli alkenlardan ekan. Albatta nechta pi bog'ga? Bitta pi bog'ga farq qiladi. Hozir yozib o'tdik mana. Alkenda bitta pi bog' bo'lsa, alkinda ikkita pi bog' bor. Farqi 1 ga teng, 6 ga A javob bo'ladi mana. 6 ga A javob bo'ldi. 7-savolda pentin 2 va pentin 1 bir-biriga nisbatan nima? Demak, bular tuzilish izomerlari hisoblanadi. 2 ga D javob bo'ldi. 7 ga D bo'ldi. Alkinlarda geometrik izomer bo'lmaydi va shuning uchun olmaymiz buni. 8-si. Pentin molekulasi uchun ochiq zanjirli izomerlar soni nechta debdi.
Demak, mana pentin 1, pentin 2. Buni tarmoqlaymiz buni. Tarmoqlasak o'ng tomondan raqamlash ketadi-yu. 3 metil butin 1. Demak, nechta bo'ldi mana? 1, 2, 3 bo'ldi. Xo'sh. 3 ta ekan V javob. 9-savolda geksin 1, geksin 2 va geksin 3 larda qanday turdagi izomeriya mavjud debdi. 3 bog'ni holat izomeriyasi. Demak, 9 ga D javob bo'ldi. 10-si. Astilen gomoliglarini ko'rsating debdi. Astilen gomolig bo'lishi uchun umumiy formulasi CN-2 bo'lishi kerak. Mana sodda qilib aytadigan bo'lsak, ugleron son nechta bo'lsa, o'shani 2 ga ko'paytirib 2 ni ayrilgan bo'lishi kerak. Masalan, mana C3H4 da 3 kara 2 6, 6 da 2 ni ayiramiz. 4. Demak, 1 to'g'ri. Bunga 3 kara 2 6, 6 da 2 ni ayiramiz. 4 bo'lishi kerak. Demak, bu xato. Bunga 3 kara 2 6, 6 da 2 ni ayirish, yana 8 bu alkan bo'lib qolibdi. Mana bu 4 keladi. Chunki 4 kara 2 8, 8 da 2 ni ayirsak 6. Demak, 1 bilan 4 ana shu umumiy formulaga mos keldi mana. 1 bilan 4. A javob bo'ldi. Astilen molekulasi qanday tuzilishga ega? Chiziqli, to'g'ri. 11 ga V. 12. 3,3 dimetil butindagi 4 lamchi ugleron atomning oksidlanish darajasi va gibridlanishini toping debdi. E'tibor beramiz. Bu yerda 3,3 dimetil butin degan, lekin butin nechchiligi aytilmagan. Faqat birga joylashishi mumkin o'zi. Mana bu yer 2 ga kela olmaydi, sababi valentligi 4 kelmay qolishi mumkin. Shuning uchun ham butin deb ketgan. Yaxshi, ana shu 4 lamchi uglerod ekan. Vodorod umuman bo'lmaydi va oksidlanish darajasi uchun 0 bo'ladi. Gibridlanishi xuddi alkanniki kabi mana molekula ifodasi AX4 bo'lganligi uchun sp3 tetraeder bo'ladi. 109 gradus suv 28 minut yoki 109,5 gradus desak ham bo'ladi. Demak, 0 ga sp3 ekan. Ya'ni A javob ekan. 13-savolda butin 2 molekulasida ugleron atomlar qanday gibridlangan bo'ladi? 3 bog' bilan bog'langan uglerod bo'lsa sp, qolganlari alkanlarniki kabi sp3 bo'ladi. sp bilan sp3 V javob ekan. 14. Metil asetilen molekulasida ugleron atomlar elektronlar qanday gibridlangan bo'ladi? Xuddi hozirgidek. sp bilan sp3 bo'ladi. Ikkita ugleron atom sp, bittasi sp3, to'g'ri. Ya'ni 3 bog' bilan bog'langanlar sp, qolgani sp3 bo'ladi. 14 ga D javob bo'ldi. Demak, 15-savolda 5.6 litr astilen olish uchun qanday kalsiy karbid kerak bo'ladi debdi. Kalsiy karbidni massasiga bog'lab. Bilamiz, eng toza yoki ham sanoatda ham laboratoriyada olish usuli, o'sha alkinni olish usuli, astilenni olish usuli kalsiy karbidida. Ham laboratoriyada ham sanoatda olish usuli edi. Kalsiy karbidga suv qo'shaydik yoki kislota qo'shaydik. Endi sanoatda suv qo'shaydik. Nimalar chiqadi? Kalsiy gidroksidi bilan astilen bo'ladi. Mana C2, H2 bo'ladi. Yaxshi. Xo'sh, endi mana suvni oldiga 2 qo'ysak, reaksiyamiz teng ekan. 22.4 litr olish uchun 64 gram kerak. 5.6 buni 4 dan 1 bo'libdi. 16 gram kerak ekan. Demak, V javob bo'ladi. 16 ga esa 16 ga mana bosqichma-bosqich bor ekan, e'tibor beramiz. Agar reaksiyaning har bir bosqichda unum 80% dan bo'lsa 44.8 gram kuydirilgan ohakdan. Kuydirilgan ohak. Bu kalsiy oksidi. O'zi to'liq agar bosqich bilan yozadigan bo'lsak, birinchi kalsiy karbonatni olib kuydiramiz.
kalsiy oksidi bilan karbonat tangida bo'ladi. Shuning uchun kuydirilgan ohak deb kalsiy oksidini aytadi. Keyin kalsiy oksidiga ko'mir qo'shamiz. Kalsiy karbidi bilan is gazi bo'ladi. Keyin kalsiy karbidiga suv qo'shamiz. Hozir yozdik bu reaksiyani. Kalsiy gidroksidi bilan atsetilen bo'ladi. Keyin asetilenni olib sanoatda ishlatamiz, avtogen masalan. Karbid sotadi-ku, karbid. Mana shu karbidda mana. Mana shu karbidga suv qo'shadi, keyin bu yoqda sof kislorodda yondiradi. Bilamiz, asetilen sof kislorodda yondirilsa harorat 3000 gradusdan oshib ketadi. 3000 gradus bo'ladi. Shuning uchun metallarni qirqishida, payvandlashda ishlatiladi. O'sha bozorlarda, o'sha qurilish do'konlarida sotiladigan karbid deb ataluvchi modda ana shu kalsiy karbid bo'ladi. Xo'sh, endi bizaga lekin kuydirilgan ohakda mana bu bosqichdan boshlabdi mana. 80% bo'lsa 44.8 gram. Har bir bosqichda unum ekan. 44.8 gram kalsiy oksidi necha mol bo'ladi? Molini topamiz. 44.8 ni bo'lamiz kalsiy oksidining molar massasiga 56 ga. 0.8 mol ekan, yaxshi. Demak, 0.8 mol bo'lishi kerak edi o'zi reaksiya kirishgani, lekin qanchasi reaksiya kirishgan degan bizaga? 80%. Har bir bosqichda unumni 80% degan. 0.8 ga ko'paytiramiz buni. 0.64 kalsiy oksidi bo'lsa, mana 1 molga 1 mol edi. Demak, kalsiy karbid ham 0.64. Demak, 0.64 mol kalsiy karbid reaksiya kirish kerak edi ikkinchisiga ham, lekin bunda ham unum 80% ekan. 0.8 ni 0.64 ga ko'paytiramiz. 0.512 mol ekan. 0.512 mol kalsiy karbid. Bizaga asetilen degan 1 ga 1 nisbatda bo'ladi-ku. Demak, 0.512 asetilen 22 dan 4 ga ko'paytiramiz. 11 demak 11.468 buni demak biza 11.5 litr desak bo'ladi. 11.5 litr. Ha, javob bo'ladi. So'ndirilgan ohak kalsiy gidroksidi. Mana ohakni o'zi ohak deydi yoki ohak tosh deydi ko'pincha. Ohak tosh chunki bu toshsimon bo'ladi. Tosh holatda bo'ladi. Bu kalsiy karbid. Izvestniyak deydi mana ruschasiga. Kalsiy karbonat. Kalsiy karbonat. Kalsiy karbonat mana shu biza bilgan o'sha ohak tosh deymiz buni. Shuni kuydiramiz, ana bosilib bo'ladi. Bu ham ohak. Endi bu kuydirilgandan keyingisi. Demak, bu nima deymiz endi? Kuydirilgan ohak yoki so'ndirilmagan ohak deymiz. Chunki bunga suv qo'shsak, so'ndirish jarayoni boradi va nima hosil bo'ladiki, kalsiy gidroksidi hosil bo'ladi. Demak, ohak tosh ekan bu, kalsiy karbonat, kalsiy oksidi so'ndirilmagan ohak yoki kuydirilgan ohak. Kalsiy gidroksidi esa so'ndirilgan ohak ekan. 17-si. Xo'sh. 17-sida tarkibda 20% qo'shimchasi bo'lgan, demak 100 gram kalsiy karbidga suv ta'sir etilsa necha litr gaz ajraladi debdi. Yaxshi. Kalsiy karbid qo'shilgan suv hosil bo'ladi kalsiy gidroksidi bilan asetilen. Necha foiz qo'shimchasi bor desa? 20%. Demak, sof o'zi qancha ekan? 80 gram. 100 ni ko'paytiramiz 0.8 ga. 80 gram ekan mana. 64 gram kalsiy karbiddan 22 dan 4 litr ekan. 80 gramidan qancha bo'ladi deymiz? 28 litr. Demak, D javob ekan. 18 shu bilan bir xil. Mana. A javob bo'lar ekan. Ha, bu ham beramiz. Mana 17 18 ko'rildi. 19 ga C javob bo'ldi. 20-siga propinni gidrogenlash uchun talab etiladigan vodorod hajmi. Demak, propin C3H4 2 mol vodorod kerak va C3H8 tegishli alkanga o'tadi, bilasizlar. Propinning molar massasi 40 edi. 40 dan 43 uchun 44.8 litr. 90 uchun qancha deymiz? 100.8 litr D javob bo'ldi. 21-sida esa bug'larining degan geliga nisbatan zichligi 13,5 ekan.
Geliyga nisbatan zichligi. Demak, geliydan 13,5 marta og'ir degani 4 ga ko'paytiramiz. 54 gram taqsim mol bo'lgan asetilenga izomer teng bo'lgan izomer asetilen uglevodorodlarni, ya'ni alkillarni demoqchi ekan. Yaxshi. Demak, umumiy formula CnH2n -2 edi. 14n -2 ni 54 ga tenglashtirgan holatda 2 bu yoqqa qo'shib bo'lib o'tadi, bilasizlar. 56 bo'ladi. 56 ni 14 ga bo'lamiz. N tenglik 4 ekan. 4 talik alkinning o'zi 2 ta izomeri bor edi. Butin 1 bilan butin 2 edi. Javoblarga qaraymiz, qaysi biri shunga to'g'ri kelibdi. D javob ekan. Mana bu butin 1 birinchi yozgani, keyingi yozgani butin 2. Demak, 21 ga D javob ekan. Demak, 22-sida massasi 5,16 gram bo'lgan asetilen qancha brom biriktiradi debdi. Biriktira oladi debdi. Bilamiz, asetilen 2 mol bromni biriktiradi. C2H2 brom 4 bo'ladi. 26 grami 2 ko'paytirilgan 160 ni biriktiradi. 2,6 qancha bo'ladi? 32 gramni biriktiradi. Demak, V javob bo'ldi. Propan va asetilen aralashmasi bromni suv solingan idish orqali o'tkazilganda idishning massasi 7,8 ga ortdi degan. Demak, propan va asetilendan qaysi biri brom bilan reaksiyaga kirishadi? Asetilen brom bilan reaksiyaga kirishadi. Mana asetilenga bilamiz, brom biriksa 2 mol birikadi va C2H2 brom 4 bo'ladi. Idish massasi ortishi mana buni hisobidan bo'ladi. Sababi bromli suv, brom shuni ichiga bor edi o'zi. Ya'ni mana bu modda hisobida ortgani yo'q, asetilen bromli suvga tushirilibdi yoki o'tkazilibdi. Asetilen yo'q. Demak, mana shu 7,8 grammi nimaga tegishli ekan bu? Asetilenning massasi ekan bu 7,8 grammi. Mana. Demak, asetilenning moli qancha bo'ladi? C2H2. Demak, 7,8 bo'lingan 26. 0,3 mol. Yaxshi. Endi davom ettiramiz. O'shancha miqdordagi aralashma yondirilganda hosil bo'lgan karbonat angidrid bor. Propan C3H 8 edi. Asetilen C2H2 edi. Yondirilishini qisqartirib ketamiz. Birinchisi yondirilganda 3 mol karbonat angidrid, bu yondirilganda 2 mol karbonat angidrid bo'ladi. Bu 3 mol edi mana. Xo'sh, hosil bo'lgan karbonat tayyor necha mol ekan? 1,2 mol ekan. 26,88 ni bo'lsa 22,4 ga. Asetilen necha mol? 0,3 mol. Yaxshi. Demak, asetilen hosil bo'lgan karbonat tayyor qancha bilan? 0,6 mol bo'ladi. Demak, 1,2 dan 0,6 ni ayiramiz. 0,6 mol karbonat angidrid birinchisidan, ya'ni propandan hosil bo'lgan ekan. Yaxshi. 3 ga 1 nisbat bo'lsa 0,2 mol ekan. Yaxshi. Hajmiy ulush so'ralibdi. 0,2 ga 0,3 ni qo'shamiz. 0,5 100%. Alkan so'ralgani 0,2 qancha bo'ladi? 40% ekan. Ajob. Chunki mol ulush bilan hajmiy ulush bir xil tushuncha edi. Mana. Ajob bo'ldi. 24 shu bilan bir xil mana. Propan bilan asetilen endi necha grammga ortdi degan? 10,4 grammga ortdi degan. Endi buni sal qisqartirib ketsak bo'ladi. Asetilen bu 10,4 gram ekan. Molini 4 dan 10,4 26 deb bilamiz. 0,4 mol ekan. Yaxshi. Ana endi yonish haqida gap ketgan bunda ham. Propan C3H 8, 3 ta karbonat angidrid, 2 ta karbonat angidrid. Bizga umumiysi 31, 36 debdi. 1,4 ekan. Yaxshi. Asetilen 0,4 bo'lsa, undan hosil bo'lgani 1 ga 2 nisbat 0,8. 1,4 dan 0,8 ayiramiz. 0,6 ni 3 ga bo'lamiz. 0,2 mol. Alkanni e'tibor bering, endi hajmiy ulush emas. Massa ulushini toping degan. Ko'paytiramiz 26 ga. Buni ko'paytiramiz 44 ga. 26 ni ko'paytirsak o'zi 10,4 gram, buniki 8,8 gram. Ikkalasi qo'shib olamiz. 19,2 gram 100%.
Xo'sh, alkan so'ralgan ekan. 8,8 grammi qancha deymiz? 8,8 bo'lingan 19,2 45,8%. C javob ekan. 25 ga A javob bo'ladi. 26 ga propanning hajmi so'ralgan ekan. 8,4 ni bo'lamiz 40 ga ko'paytiramiz 22 o'ndan 4 ga. 4,7 litr. Demak V javob ekan. 27 ga uglevodorodni bromlash uchun bromli suv sarflandi. Reaksiya qatnashish uglevodorodning molyar massasini toping ekan. Yaxshi. Uglevodorodni e'tibor beringlar, umumiy formulasini CN(H2n) -2 degan. CN(H2n) -2 bo'lsa necha mol brom sarf bo'ladi? Demak 2 mol brom sarf bo'ladi. Atom jihatdan olsak 4 atom bo'ladi. Xo'sh, endi 27,2 gram alkin bo'lsa, brom qanchaligini topamiz? 3200 ni 4% ni olamiz. 3200 ko'paytirilgan 0,04 deymiz mana. 2 ko'paytirilgan 160 ga qancha desak, molyar massasi kelib chiqadi mana. 27,2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 160 mana. Bo'lingan 3200 ko'paytirilgan 0,04 mana. Demak 68 ekan. Yaxshi. Umumiy formulasi CN(H2n) -2 o'zi berilgandi. 14n -2 ga tashlaymiz. N tenglik 5 kelib chiqar ekan. Yaxshi. Demak n tenglik 5 bo'lsa, o'zi molyar massa so'ralgan ekan. C5H8 bo'ladi A javob. 28 ga V javob. 28 ga mana 10 gram alkinida 88% olsak bu 80 gram edi. Har doimgidek 320 ga qancha deymiz? 4 marta farq qilibdi, 40 bo'ladi. Demak 40 degani bu C3 H4 degani mana V javob to'g'ri bo'ladi mana. 29 da 6,72 litr etin bilan 7,3 gram vodorod xloridi ta'sirlashuvidan qancha vinil xloridi hosil bo'ladi debdi. Etin CH2 vodorod xlorid ta'sirlashdi. Demak CH2 CH xlor, ya'ni vinil xlorid. Birinchi bosqichda shunday bo'ldi. Endi har birini moliga o'tishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi mana etin debdi. Etin necha mol bo'ladi? 0,3 mol. Yaxshi. Vodorod xlorid 7,3 gram debdi. Reaksiyada nechiga necha kirishadi? 1 ga 1. Demak 0,2 moli bilan olamiz. 0,1 mol ortiqcha qoladi aslida. Bundan qolmaydi hay. Necha mol hosil bo'layotgan vinil xlorid? 0,2 mol hosil bo'layotgan. Uni massasiga o'tamiz. 0,2 ko'paytirilgan molekulyar massasi. Mana 26 qo'shilgan 36,5. 62,5 mana. Ko'paytirilgan 0,2. 12,5 gram ekan. Demak C javob ekan. 30-savolda 22,4 litr etin debdi, 18,5 gram vodorod xlorid debdi. Demak vodorod xloridning miqdori qancha ekan mana? 0,5 mol. Demak hosil bo'lgani ham qancha bo'ladi? 0,5 mol bo'ladi. Chunki etin 1 molda 62,5 ni ko'paytiramiz. 31,25 gram V javob. 31. Tarkibida 24,08 o'ng darajasi 23 ta vodorod atomi bo'lgan asetilin molekulasi yonishi uchun qancha kislorod kerak debdi. Demak, asetilin C2H2 yonishi uchun 2,5 mol kislorod ketadi va mana shu tartibda hosil bo'ladi. E'tibor beramiz. Asetilindagi nimaga bog'labdi mana? Vodorodga. Qancha kislorod debdi? Kislorodni mana koeffitsiyentini 2,5 deb oldik. E'tibor beramiz. 4 mol vodorod bo'lganda 2,5 ko'paytirilgan Na bo'libdi. Yo'q, shu qancha kislorod?
Ha, atomi degan ekan, to'g'ri. Demak, 2,5 ni 2 ga ko'paytirib olish kerak ekan. 5 bo'lar ekan. 24.08 10 darajasi 23 necha mol bo'ladi bu? 6.2 bo'lsak 4 bo'ladi. Ha, bizga ham o'zi 4 edi-ku. Demak, qaysi javob ekan? D javob ekan. Bu 2 bo'ladi bu. 2 bo'ladi, bu xato ketibdi. Mana 2 mol bo'lganda shu, 4 mol bo'lganda qancha deymiz? Bu 10 Na bo'ladi mana. A javob bo'ldi. 32 V. 33 ga qaysi alkinlar gidratlansa aldegid hosil bo'ladi debdi. Alkin gidratlansa faqat atsetilendan bo'ladi, ya'ni V javob bo'ldi. 34. Astilendan sirka aldegidni olish. Kucherov reaksiyasi, bu D javob bo'ldi. 35. Qaysi modda suv bilan reaksiya kirishib keton hosil bo'ladi debdi. Demak, D javob bo'ldi. Har qanday alkin bo'ladi, faqat nimadan tashqari? Astilendan tashqari. Mana D javob bo'ldi. 36. Massasi 203 gram bo'lgan etan va etenning ekvimolekulyar hajmlar aralashmasini hosil qilishga qatnashgan vodorod hajmini, eten massasini toping. Demak, etin debdi C2 H2 qo'shilgan vodorod. Mana. Etan va etenning debdi. C2 H6 va C2 H4. Ekvimolekulyar, teng molli deb olamiz. Va 1 ga 1 qo'yamiz koeffitsient sifat. 2 asetilenga qo'yamiz. Endi vodorodni hisoblaymiz. 3 bo'ladi, yaxshi. E'tibor beramiz mana bu shartiga. Ekvimolekulyar deganligi uchun 1 ga 1 deb olamiz. Agar bu yerda ekvimolekulyar deb aytmasa, alohida reaksiya qilib yozish kerak bo'ladi. Xo'sh, 203 gram debdi. 26 ga qo'shamiz. 26 ga qo'shamiz 28 ni. Necha bo'ladi? 26 qo'shilib 28. 30 ga 28 ekan. 58 ekan unda, to'g'ri. Xo'sh, demak, vodorod hajmini va etin massasini toping. Vodorod hajmi bo'lsa 67,2 litr bo'ladi. Yaxshi. 67,2 litr ekan. Etinning massasi desa 2 ko'paytirilgan 26 bo'ladi. Bu 52 bo'ladi. Bizga qancha degan? 203 degan. Avval vodorodning hajmi so'ralgan. Birinchi shuni topamiz. Mana. Xo'sh. 67,2 ko'paytirilgan 203 bo'lingan 58. 235,2 litr ekan. Bittasi chiqdi mana. Demak, massasi so'ralgan ekan. 182 gram ekan. Xo'sh, demak, birinchi hajm so'ralgan, keyin massa, demak A javob ekan. 37-savolda to'la yonishida astilen va havo qanday hajm nisbatida reaksiya qilishadi? Endi bilamiz, astilen bilan o'zi kislorod 1 ga 2,5 bo'laydi mana. 1 ga 2,5 edi. Lekin 2,5 mol kislorod necha mol havoda bor? 20%, 100% qancha? Yoki 5 ga ko'paytirsak ham bo'ladi, 4 dan 4. Necha bo'ladi? 10, 5 ga ko'paytirsak 12,5. Demak, 1 mol asetilen bo'lsa 12,5 mol, mana 1 mol asetilenimiz 12,5 mol havo bo'lar ekan. Kislorodning o'zi 2,5 edi, mana 1 ga 2,5 edi. Bu 1 ga 12,5 bo'ldi. Demak, D javob bo'ldi mana. 37 ga D ekan. O'ttiz sakkizda massasi 5, elektrodi 4 gram bo'lgan degan ekan. Kalsiy karbid va alyuminiy karbid aralashmasi suv bilan ishlab berilgan. Hosil bo'lgan gazlar aralashmasini tarkibida 7% brom bo'lgan bromli suvni 800 gram miqdor bilan reaksiya kirishadi debdi. Yaxshi. Buni ham qisqartirib ketamiz, e'tibor beramiz mana. Kalsiy karbid debdi.
kalsit C2. Suv bilan reaksiya kirishganda qaysi gazosiz bo'ladi? Atsetilen. Alyuminiy karbid suv bilan reaksiya kirishganda-chi? Demak, metanosil bo'ladi. Mana shundan qaysi biri bromli suv bilan reaksiya kirishadi? Atsetilen. Yaxshi. Nechiga nechi kirishadi bromli suv bilan? Hozir ko'p marta yozdik uni. 1 ga 2 kirishadi. C2H2 brom 4 bilan. Mana bu yerga e'tibor beramiz. 800 gram 7% debdi mana. 800 ni ko'paytiramiz 7%. 56 ga. 56 chiqar ekan. Bo'lamiz buni 160 ga. Demak, necha mol brom ekan? 0.35 mol brom ekan. Yaxshi. Demak, astilen qancha bo'ladi? 0.175 mol astilen bo'ladi. Demak, 0.175 mol atsetilen bo'lsa, kalsiy karbid necha mol bo'ladi? 0.175 mol. Sababi 1 molga 1 mol edi-ku. Kalsiy karbidni endi massasi ko'paytiramiz 64 ga. 11.2 gram ekan. Umumiy massa bor-ku bizga. Umumiy massa qancha edi? Elektrodi 4 edi. Yaxshi. Shundan ayiramiz 11.2 ni buni. Demak, 43.2 grami alyuminiy karbid ekan. Buni bo'lamiz molekulyar massasiga. 4 ko'paytirilgan 27 qo'shilgan 36 ga. Demak, necha mol ekan bu? 0.3 mol ekan. Yaxshi. Boshlang'ich aralashmadagi alyuminiy karbidning massa ulushi o'zi faqat massa ulushi so'ralgan ekan, tamom. Umumiy massa 54.4 100%. Alyuminiy karbid so'ralganligi uchun 43.2 necha foiz? Demak, 43.2 bo'lingan 54.4 79.4%. Demak, D javobga to'g'ri kelyapti. Demak, 39 da mana metanni termik parchalanishi ekan, astilenni hosil qilish haqida gapirgan. Demak, 1,5 gradus atrofida qizdirilgan ekan mana. Undan tashqari metan bir qismi parchalanmasdan qolishi mumkin. Jami metan 14 mol ekan. Hosil bo'lgan gazlarning umumiysi emas, faqat astilen hosil bo'lgan deyilgan. 135.2 ekan. 135.2 ni bo'lamiz 22 yondan 4 ga. Demak, 6.035. 6 mol desak bo'ladi. Necha mol parchalangan ekan? 12 mol parchalangan. Bu qiymat nazariy jihatdan shu. Demak, unum so'ralgan ekanda. Unum so'ralgan. Buni ko'paytiramiz 2 ga bo'lamiz 14 ga mana. 86% ekan mana. Ya'ni 14 100% bo'lsa 12 qancha desak 86% bo'lar ekan. Demak, 86% V javobga to'g'ri kelyapti. Demak, 17.92 litr noma'lum uglevodorodni bromlash uchun brom sarf bo'ldi. Ana shu yerdan biz uglevodorodni umumiy formulasi haqida xulosa qilishimiz kerak edi. Mana e'tibor beringlar. 17.92 litr uglevodorod debdi. Necha mol bo'ladi? Bo'lingan 22 yondan 4. 0.8 mol. Yaxshi. Brom qancha ekan? 256 bo'lingan 160. 1.6. 1 ga necha bo'libdi? Endi o'ylashimiz kerak. Alkenda nechiga necha bo'laydi bromli suv? Alkenda, masalan, eten bilan bromli suv reaksiya qilsa nima bo'laydi masalan? 1 ga 1 nisbat bo'laydi. 1 ga 1 edi. Alkinlar bilan esa 1 ga 2 edi. Demak, umumiy formula CnH2n minus 2 ga to'g'ri keldi. Yaxshi. Shunday hajmdagi uglevodorodni to'liq yonishiga esa kislorod sarf bo'ldi. Umumiy yonish tenglamasida kislorodning oldidagi koeffitsient mana shunday edi. Endi u yog'ini yozib o'tirmaymiz, qisqartirib ketdik mana. Yaxshi. Demak, alkin necha mol ekan? 0.8 mol ekan. Sarflangan kislorod qancha ekan? Necha mol kislorod sarf bo'ldi degan? 2 mol degan mana. Yaxshi. 1 molga qancha deymiz mana? 2 ni bo'lamiz 0.8 ga. 2.5 mol. Yaxshi. Demak, qaysi alkinni yonish tenglamasida 1 mol alkinga nisbatan 2.5 mol kislorod bo'ladi? Astilenda yoki
Buni yozsak bo'ladi mana. 1,5 n minus 0,5 tenglik 2,5 n tenglik 0,5 bu yoqqa qo'shib bo'layotadi 3. 3 ni 1,5 ga bo'lsak 2. Asetilyan deb aytsak bo'ladi mana. A javob ekan. 41 ga C javob. Mana 42-savolda metan 1,5 ming gradusda qizdirilsa asetilyan bilan vodorod bo'ladi. Ana e'tibor beradigan joyimiz shundaki, agar metanni hammasi parchalansa edi, mana 2 mol metandan 4 mol gazli hosil bo'lyapti. Ya'ni hajmi necha marta ortish kerak edi? 2 marta ortish kerak edi. Lekin bizada 10 da 15 bo'ldi. Hajmi 2 marta ortgani yo'q. Hajmi 2 marta ortsa 20 litr bo'lish kerak edi va uning 100% ga teng bo'lish kerak edi. Demak, bu yerda hammasi parchalanmagan ekan. Ya'ni metanning bir qismi ortiqcha qolgan ekan. Mana bu metan, mana 2x ga y deymiz 10 litr bo'ladi. Hosil bo'lganlari esa x ga 3x bu y. Bu bizaga 15 bo'ladi. 2x qo'shilgan y tenglik 10. 4x qo'shilgan y tenglik 15. Y tenglik 2,5. X tenglik bitti. X tenglik 2,5, Y tenglik 5. Keyin gazlar aralashmasidagi metan hajmi so'ralgan ekan. 15 litr 100%. Metan esa 5 chiqadi. Qancha bo'ladi? 33,3. Ya'ni V javob ekan. Bu birinchi usulida. Ikkinchi usul diagonal. Diagonal usuli mana. 2 hajm metandan 4 hajm gazli hosil bo'lyapti. Ya'ni 2 marta o'rtobdi-da, mana 10 dan qancha hosil bo'ladi mana? 2 dan 4 bo'lsa 10 dan 20 hosil bo'ladi. Agar 10 ortiqcha qolsa 10 bo'ladi metan. Bizaga 15 degan hosil bo'lganini ayirib tashlasak 5 ga 5 qolyapti. Mana. Bu degani nima degani? Bu degani metanni qanchasi parchalangan bo'lsa, o'shanchasi ortiqcha qolgan degani. Bu degani 5 parchalangan, 5 ortiqcha qolgan degani. Ortiqcha qolgan metan 5 bo'lsa, yana hozirgidek mana 15 100% bo'lsa 5 qancha deymiz? 33,3% bo'ladi masalan. 43 ga D. 44-masalada asetilen va propilen aralashmasi yondirilganda hosil bo'lgan CO2 0,3 mol 0,5 molarlik kaliy ishqoriga yutirildi. Hosil bo'lgan eritma yana kubi bilan 0,448 litr CO2 yutsa, dastlabki aralashma mol ulushini toping debdi. Ikkinchi shartdan boshlaymiz. E'tibor bering. CO2 qo'shilgan kaliy ishqor hosil bo'ladi. Kaliy karbonat bilan suv. Undan tashqari kaliy ishqor ortiqcha qolgan va yana kaliy ishqorni va yana karbonat angidridni yutgan.